8-insho birinchi qism Wild Animals yovvoyi hayvonlar mavzusida. Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is waste of resources. Yovvoyi hayvonlarda joy yo'q 21-asrda, shuning uchun ularni himoya qilish resurslarni isrof qilishdir degan g'oya berilyapti. Mavzu shu va bizdan so'ralayotgan savol: to what extent do you agree or disagree? Doimgidek bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Biz odatda doimgidek hozir ko'p insholarimiz agree disagree turida, boshqa turdagi insholar ham navbatlarda keladi. Some people argue that it's pointless to spend money on the protection of wild animals because we humans have no feed for them. Ba'zi odamlar bahslashadiki, fikr qiladiki, demak ma'nosiz pul sarflash yovvoyi hayvonlarni himoya qilishga, chunki biz odamlarda ularga ehtiyoj yo'q deyapti. I completely disagree with this point of view. Men to'laqonli ravishda qarshiman, qo'shilmayman bu qarashga. I disagree the idea desa bo'ladi. Bitta yana boshqacha fikr bilan with this point of view tarzida ifodalangan ekan. Bu birikmalar ham foydali bo'lishi mumkin. In my opinion, it's absurd to argue that wild animals have no place in the 21st century. I do not believe that planet Earth exists only for the benefits of humans, and there is nothing special about this particular century that means that we suddenly have the right to allow or encourage the extinction of any species. Meni fikrimcha bu demak absurd degani umuman mos bo'lmagan ahmoqona ravishdagi narsaki, muhokama qilish yovvoyi hayvonlarga 21-asrda joy yo'q deb, 21-asrda yovvoyi hayvonlarda joy bor yo'q deb muhokama qilish bu ahmoqona narsa demoqchi. Men ishonmaymanki yer sayyorasi mavjud faqatgina insoniyatning foydasi uchun va hech qanaqa maxsus bir narsa yo'q. Bu asr uchun qaysiki ma'no anglatadigan, biz bexosdan to'satdan huquqqa ega bo'lib qoldik. Ruxsat berishga yoki qo'llab-quvvatlab uni ruhlantirishga har qanday turda yo'q bo'lib ketishini. Ya'ni har qanday tur yo'q bo'lib ketishini qo'llab-quvvatlash, unga rozi bo'ladigan huquq bexosdan bizda paydo bo'lib qolgan, hech qanaqa alohida maxsus bir voqea bo'lgani yo'q bu asrda deyapti. Aynan 21-asrda sabab qilib ko'rsatgani uchun juda chetda ham joy ko'rgan. Ya'ni 21-asrda hayvonlarga joy yo'q degani uchun shu narsaga sabab yo'q. 21-asrda nima o'zgardi ularni yo'q bo'lib ketishi uchun degan fikrda aytyapti. Demak, noroziligini to'g'ri usulda ifodalab beryapti. Furthermore, there is no compelling reason why we should let animals die out. Bundan tashqari hech qanaqa demak qo'llab-quvvatlaydigan yoki majburlaydigan deylik, hech qanaqa bizni majbur qilayotgan sabab yo'qki, nima uchun biz hayvonlarni o'lib ketishiga ruxsat berishimiz kerak, qo'yib berishimiz kerak. Bunga majburlaydigan hech qanaqa sabab yo'q deyapti. We don't need to exploit or destroy every last square meter of land in order to feed or accommodate the world's population. Biz ekspluatatsiya qilmasligimiz kerak yoki vayron qilmasligimiz kerak har bitta kvadrat yerda har bitta kvadratini vayron qilib yoki ekspluatatsiya qilmasligimiz kerak. Ya'ni ekspluatatsiya degani biror narsadan o'zini maqsadi yo'lida nomuvofiq ravishda foydalanish. Shunday qilmasligimiz kerak. Ovqatlantirish, to'ydirish yoki joy bilan ta'minlash uchun dunyo aholisini. There is plenty of room for us to exist side by side with wild animals, and this should be our aim. Demak, yetarlicha xona bor, yetarlicha joy bor biz uchun deyapti, mavjud bo'lishga yonma-yon yovvoyi hayvonlar bilan yonma-yon yashashga yetarlicha joy bor deyapti va shu narsa bizning maqsadimiz bo'lishi kerak. This should be our aim deyapti. Shu birinchi qismda berilgan fikrlar.